Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 1999 yil 4-oyda birinchi qatim nashr qilgan roman Sarson Ruh. Avtori Ahad Turdi. Ikkinchi qism 8-bob. Yilon vaqasi. 1. Amerikaning Dodge markalik yenik avtomobili tog' yo'lini bo'ylab yuqori o'rlamoqda. Shaybon yining beshi bo'lg'achqa, Shaybon 8-oy. Havo qizib ketgan, zamindan tortib falakka qadar havo o't purkib höpillab turadi. Atrofdan o't va lava hidi keladi. Issiqdan qizib ketgan mashina pushuldab, asrab ba'ayni tamg'a yamashqan qo'ng'uldek asta o'milab ketyotadi. Mashinada 3 yo'lovchi bor edi. Uning birisi Atxon, yana birisi Bahovuddin Mirza ismli o'zbek, uchinchisi Akbar edi. Bular qiz ko'rish uchun Taifga chiqib ketyotdi. Taif Makkaning sharqiy janubidagi Qora tog'ning ustiga joylashgan Hijoz rayoni bo'yicha go'zal, salqin va obod shahar edi. Bu yerda podshohning yozliq ordisi bor edi. Bahovuddin Mirza Taifda tish doktorlik qiladi. Uning bu yerga kelib o'ltiraqlashib qilishimi etinishlik bir qismatdan edi. Bahovuddin Mirza asli 1942-yili O'zbekistondan askar bo'lib, vatan urushiga qatnashish uchun Qozonga kelgan. Lekin ko'p o'tmay shaytonning ozdirishi bilan Qozondagi Tatar asiylaridan tashkillangan fidoilar diviziyasiga qatnashib qilib, Nemis qo'shinlari bilan birlikda Sovet Qizil armiyasiga qarshi urush qilgan. 1945-yili nemislar mag'lub bo'lgandan keyin u vatanga qaytishga petinolmay, Germaniyada panohlanib, katta bir tish doktoriga shogird bo'lgan. 1946-yilning oxirida haj qilib gunohini yuvish uchun Arabistonga kelgan va kutilmagan bir fursatda Taifdan uylanib bu yerga makonlashib qolgan. Biror yildan beri Makkaga kirib chiqib yurib Atxon bilan tanishib qolgan edi. Bir qatim Atxonning "O'g'lim cho'ng bo'lib qoldi. Sayisni ishki qilib qo'yay" dedim. Mubodo sizlar taraflarda ham shaharlarning obdanroq qizi bo'lsa, ko'z quloq bo'lib qo'yarlar degan tavsiyasi bilan Taifdan amdi 14 yoshga kirgan Gulbahram ismli chiroyli bir qizni topgan edi. Gulbahram Taifdagi 100 obro'li savdogar Nodir hojimning to'qal ayolidan bo'lgan kenji qizi edi. Nodir hojim 1936-yili hajga chiqqan edi. 1937-yilning o'ttirlarida vatanga qaytmoqchi bo'lib, Pokistonning chegara bo'yidagi Sos viloyatiga kelganda yurtdan qochib chiqqan ba'zi odamlardan Shingishsayning cho'ng tutqun qilayotganligini, boy savdogarlarni qo'ymay tutib ketayotganligini anglab, vatanga qaytolmay urkib ketgan musofirlarning birisi edi. Bahovuddin Mirza bugun ota-bola ikkalanni qiz ko'rish, amaliyotda bo'lg'usi kuyi o'g'ilni Nodir hojimga ko'rsatish va quduliq salamini bergizishga ilib chiqyotdi. Mashina tog' yo'lining yerimiga kelganda qizib ketdi. Shofer mashinani bir jilg'ining og'zidagi do'nglikda to'xtatib sovutmoqchi bo'ldi. Yo'lovchilar mashinadan tushdi. Akbar chiroyli kiyinib olgan edi. Putida Italiyaning xurum talliki, putisida kirtik yaqiliq uzun yipak ko'ylak va yipak ishton bor edi. U hozir so'ngaklari qetib, burti qaraygan, vujudidan kuch-quvvat urg'ib turadigan 22 yoshlik bo'z yigit edi. Akbarning sumbatliq basti, yo'g'on, chechan qora ko'zlari har qanday odamning mastligini keltiradi. Issiqda qag'jirab ketgan yo'lovchilar mashinaning dalgisidagi kichikkina soyda o'ltirib, usulliq ichishga boshladi. Hammasining sumkasida sudan va botilkaliq meva sharbatlari bor edi. Akbar issiqqa chidayolmayla qoldi. Usti beshidan ter quyilib, ochiq terilari chim-chim qilib kuyatdi. Kashki bu yerda suyi sovuq bir o'stang bo'lgan bo'lsa, rosa rohatlanib bir cho'milib olsa.
Lekin Akbarning ko'ziga kuyuk tog', qaqas cho'ldan boshqa hech narsa ko'rinmadi. Ah xudo, bu yerlarni qandoq yaratib qo'ygan bo'lg'ayding? Bu sening qahringmi yoki mehringmi? Akbarning xiyol ekranida yurtdagi cho'l jazirlar ayon bo'ldi. Gerçi u yerlardagi cho'l jazirlarmi bu yerdagiga o'xshash qurg'oq, ko'rimsiz bo'lsa-mu, lekin u yerlarda shaptul chichki rangida gul ochadigan yantoq, seriq chichaklik eshak qo'mushi, chakanda, yulg'un, besilg'oq, yava kandir qatorliq rangarang o'simliklar o'sib, hayotlikdan, yeshillikdan derak beradi. Akbarning xiyoli ixtiyorsiz holda yurtning so'g'uq qish kunlariga ketdi. U bir qitim ikki og'insi bilan tugman beshidagi o'stanga suvga cho'milgili chiqqan edi. Ular dastlab o'stang bo'yidagi oqtamliqda tiktang ham vizvaq o'ynadi. Ondan baslashib suvga cho'milmoqchi bo'ldi. Bu chog'da o'stang qirg'iqi xuddi aynakdan chapchak tuqqandek yupqa muz bilan qoplangan edi. Muzning ostida shildirlab yiqayotgan suv odamning havasi kelgudek suzuk va o'ynoq edi. O'stangning atrofini qurib ketgan kiyiktal bilan jig'on chatqallari qoplab ketgan edi. Akbar og'inlari bilan qip-yalang'och bo'lib, ana shu muzlardan sirg'ib o'tib, o'stangning o'ttirsidagi suvga cho'milgan edi. To'ng'anliqdan ularning lavlari ko'kirib, tishlari kasildab ketgan bo'lsa-mu, lekin badanidan g'o'r ko'tariladi. Ular o'zlarining botur, qaysarligidan ko'ranglaydi, faxrlanadi. Shuning uchunmi muzga dastlab turib cho'milayotgan so'g'uq, yiqimsiz suv ularga huzur beg'ishlagan edi. Akbarning xiyolidagi salqin, rahat tuyg'usini yon tarafdagi jilg'idan tuyuqsiz chiqib kelgan 25 yoshlar chamzidagi bir sahrolik yigit bo'libdi. Yigit uzun bo'z ko'nglak ustiga mishla kiyvolgan edi. Mishla jilkiga o'xshash yangsiz nepiz chopan. Mishlining pavozlariga o'yma gul chekilgan bo'lib, xili pami bor bir qizning qo'lidan chiqqanligi ko'rinib turadi. Yigitning o'shnisida o'chka terisidan yasalgan quruq tulum bor edi. U mashinani ko'rib, udul yo'lovchilar tarafga keldi va muloyimlik bilan salom berib, ulardan bir oz suv berishni o'tindi. Lekin shofir do'q qilgandek, "Ko'rmadingmi yigit? Suv bo'lsa mashinaning ko'tini dunga qaritib, o'zimiz istiqyab o'ltiramtoq", dedi. Bahoviddin Mirza yigitga qiziqdi va uningdan so'radi. "Ismi nima?" "Qusay", dedi yigit issiqdan yalqunjab, tarlab ketgan yuzini ertib turib. Savol-javob davomlashdi. "Qayerda tursan?" "Ashu jilg'ining ichida." "U yerda qancha oila bor?" "5 oila bor." "U yerda nima ish qilsizlar?" "Chorva boqimiz, yana ancha-muncha teriqchilikmi qilamiz." "U yerda suv yo'qmi?" "Yo'q." "Sizlar nima ishsizlar?" "Yomg'ir yoqqanda yomg'ir suvlarini yig'ib olamiz. Suv tugasa sizlarga o'xshash yo'lovchilardan suv so'rab ichimiz." "U yerdan ko'chib ketsanglar bo'lmamdi?" "Shu emasmi?" dedi shofir Bahoviddin Mirzaning bu so'zini quvvatlab. "Zaymiga ko'chib ketsanglar bo'ladi, yiroq emas. U yerda yaqin suv bor, mahalla bor. Yoki cho'ng salga ko'chib ketsanglarmi bo'ladi. U yerda quduq suv bor." "Yo'q, ko'chmaymiz", dedi yigit bir xil qat'iylik va iftixorlik tuyg'usi bilan. "Bu yerning toshlarini boshqa yerning uncha marjonlariga tang qilmaymiz. Chunki bu yer bizning yurtimiz, ikki dunyolik vatanimiz. Bu jilg'ida bizning bir muncha ajdodlarimiz o'tgan. Buvamning, dadamning qabrisi mushu yerda. Har qancha qiyinchilik bo'lsa-mu, ularni tashlab ketmaymiz." Yigitning so'zi go'yo inchika tal chiviq bilan ularning yuragiga savg'andek, 3 musofir yo'lovchiga qattiq ta'sir qildi. Ular ko'nglining qat-qatiga o'rnab ketgan hijron azobini, yurt dardini bir yo'li chiqarmoqchi bo'lgandek, nafsini to'ldirib ulug' kichik tindi va cho'nqir xo'rsinib qo'ydi. Yigit to'g'ri deydi. Azaldan muhabbatsiz yurakka vatan siqqan emas.
haqiqiy vatan o'g'li o'zi tug'ilib o'sgan tuproq va shu tuproqdagi har bir gulgiya, har bir tosh dangal bilan chambarchas bog'langan bo'ladi. Odam qayerda yashamasin, rahat baxsh bog'u eramdimi, go'zal manzirlikovat shahardimi yoki qaqos cho'l jaziridimi, o'z yerini, o'z elini va o'z erkini himoya qiladi. Shunga dunyoda vatansiz inson bo'lmaydi. Vatan söymagan insonda vijdon bo'lmaydi. Vijdonsiz insonda iymon bo'lmaydi. Shuning uchun vatan suyish iymon jumlasiga kirgan. Mashina yana yo'lga tushdi. Ular minish oldida Qusayga Sudandagi suv bilan meva sharbatlarini berdi. Chunki uning so'zi, ruhi hammaylarni ta'sirlantirgan edi. Shu ta'sir bilan hayajonlanib qolgan Bahovuddin Mirzo ketib o'tib, hamrohlariga mundoq dedi: "Sen so'ygan narsa seni yaratadi degan hikmat rost ekan. Vatan bizni yaratdi, dilimizni, tilimizni yaratdi. Har qanday odamning o'z xalqini, o'z yurtini suyishi tabiiy ekan. Men uchun Namanganning munbat, havoliq tog' daryolari go'zal bo'lganidek, sizlar uchun Qashqarning shirin shikar mevalik bog' varonlari go'zal. Amdi boyqa yigit Qusay uchunchu, uning uchunmi albatta mushu qaqas tog' jilg'idagi tosh tuproqlar bilan salma kaslanchuklar hammadan go'zal." Bayatdan beri ajoyib bir rivoyat esimga kelib qoldi. Davlat Shoh Samarqand o'zining Shoirlar Bo'stoni degan asrida shundoq hikoya qilgan. Amir Nasir bin Ahmad Hirotga kelganda bu shaharning jannatdek iqlimi amirning ko'ngliga yiqib qoldi. O'z poytaxti Buxoro amirining xotirasidan butunlay ko'tarildi. Uning atrofidagi vazirlar, boylar Hirotda uzoq turib qolganliklaridan ko'ngillarida yurt sig'inishi uyg'onib bearam bo'lishdi. Lekin hech qanday tadbir bilan amirni Buxoroga qaytishga ko'ndirolmaydi. Shuning bilan oxir ular ustoz Rodakidan o'tinib, amirning ko'nglida Buxoroga qaytish zo'qini uyg'otib berishni so'radi. Bir kuni amir to'satdan Buxoro ne'matlarini va u yerning sop havosini tilg'ilib qoldi. Shu chog'da ustoz Rodaki bir necha kun burun yozib qo'ygan bir qasidini qo'lga olib o'qidi. Mo'liyan hidi bu yor kelmakdidir. Yotqoq yori mehribon kelmakdidir. Gar dag'aldur anchayin amul qumi, likmayin ipek simon kelmakdidir. Garchi kangdur anchayin jayhun suyi, ot bilidin beziyon kelmakdidir. Ey Buxoro shod bo'lib ta'zimga chiq, chunki podsho mehmon kelmakdidir. Oy agar bo'lsa amir Buxoro osmon, oy chiqib osmon tomon kelmakdidir. Sarvi agar bo'lsa amir Buxoro bo'ston, sarvi bugun bo'ston tomon kelmakdidir. Qasida vatan haqida uning bir belgisi bo'lgan Buxoro shahrini kesib oqadigan Mo'liyan daryosi haqida edi. Aytilishicha bu qasida amirning ko'nglida muzlab yotgan vatan mehrini uyg'otib o'tganlikdan u hatto o'tkunimi kiymay Buxoroga jo'nagan. Bahovuddin Mirzo hikoyasini to'xtatib birdam shukkida o'ltirib qoldi. Uning chiroyi tatirib, og'zi o'mcharab qolgan edi. Mung'a to'lgan ko'zlaridan bir xil ichki azobning iztirobliq sho'lisi alangaydi. Bir ozdan keyin u xuddi o'ziga o'zi so'zlagandek miskin ovozda so'zini davom qildi. Bu dunyoda vatansizlikdan ig'ir dard yo'q ekan. Menda hozir pul desa bor, nom desa bor. Qo'limni naga sursam yetidi. Naga borg'um kelsa boralayman. Nurg'un esil yerlarni ko'rdim. Zamonaviy shaharlarda turdim. Lekin o'zim tug'ilib o'sgan ashu loy kesaklik uy, ashu chang to'piliq mahalla, ashu o'stan, ashu daraxt va ashu so'qmoq yo'llar bir kunmo esimdan ko'tarilgani yo'q. Uning dardi yurkimga o'rnab ketdi. Har qancha qilibmo bu dardni yengolmadim. Mening keyingi umrim mana shu dard bilan yoqa yurtda o'tib ketadigan o'xshaydi. Bahovuddin Mirzo shu gaplarni dedida beshini tuvan silib jimib ketdi. Uning shu turqi
ba'ayni terik murdiga o'xshaydi. Bahovuddin Mirza mashinaning silkishi bilan beshini ko'tarib cho'nqur bir uxsingan vaqtda Akbar uning ko'zlaridan eqiyotgan munchoq yoshlarni ko'rib qoldi. Mashina gurildab, pushuldab, yılan bag'ri yo'lda yuqori o'rlamoqda edi. Yuqori o'rlagan sari yo'lovchilarning ko'ksiga Taifning salqin, xushbo'y havosi urilishga boshladi. Lekin hech kim buni sezmaydi. Ularning o'zi mashinada bo'lgan bilan xiyollari allaqachon talay yo'l va talay kulfatlarni eshib o'zining aqida va imoni bo'lgan ana yurtga qarab ketgan edi. Ikkinchi, Suhayba xili jur'atlik, qo'rqimsiz ayol edi. Lekin o'g'li tug'ilib, qachonki hiliqi ish yuz berdi, shuningdan boshlab yurak oldi bo'lib qoldi. Kichikkina shapini anglasa, cho'chib andikib ketadi. O'g'li Hilimshoning 7 oylik bo'lgan vaqti edi. Namoz asardan keyin uni emitib, o'moq, sabiy chiroyiga mahliya bo'lib o'ltirganda, yenik bir shapa anglanib, uning diqqatini bo'ldi. Uning bosh tarafida bir narsa shipirlagandek qiladi. Suhayba asta beshini ko'tarib ustiga qaradi. Qaradi-yu, ko'zlari chekchiyib, yuragi og'ziga qaplashgandek bo'ldi. Suhayba yo'linib o'ltirgan tomning to'risqa tutashgan yerida bir so'yam uzunliqdagi bir kaslanchuk tomga chaplashib turadi. Uning uzun quyruqi, surlik ko'zi va badbashira talati odamning tinini shurkundiradi. Suhayba burun salma, kaslanchuk degandek ismlarni anglagan bo'lsa-mu, lekin ko'rib boqmagan edi. Uning kichikkina bir maxluq bo'lsa-mu, lekin bu darajada surlik va yerganish ekanligini o'ylab boqmagan edi. Suhayba qo'rqqanidan demini ichiga yutib, o'g'lini bag'riga mahkam tangdi. Go'yo u narsa hozirla etilib tushib, o'g'liga ziyon zahmat yetkazadigandak aloqzoda bo'lib ketgan edi. Suhayba ikkinchi qitim yuraksizlik bilan beshini ko'tarib, ko'zining quyruqida qaraganda, kaslanchuk g'irqirab mingib panjaraga yaqinlashib qolgan edi. Kaslanchuk panjaraning yiniga kelib yana to'xtadi. Quyruqini dingaytdi. Beshini tez harakatlantirib, u yoq bu yoqqa qaradi. Suhayba qo'rqinch ichida uning harakatlarini kuzatgach, panjaraga qaradi. Xudoga shukri, panjara ochiq edi. Suhayba yanila o'g'ildan andisha qilib, uni texmo ichkari yo'shirmoqchi bo'lgandek bag'riga texmo ching bosdi. Shu chaqda buvoq Hilimsho demiqib ketdimi yoki onasining qisishidan bir yeri og'rib ketdimi, aytavur tuyuqsiz qirqirab yig'lab ketdi. Jimjit uyda tuyuqsiz paydo bo'lgan bu shiddatlik ovoz kaslanchuknimi cho'chitibdi. U g'irrida qilib o'zini panjaraga otdi-da, sirtqa chiqib ketdi. Suhayba deb ulug' kichik tindi. Yurakimu qalaymaqan so'qishdan to'xtab, asta iziga tushdi. O'g'lini bag'ridan ajratib, bosh ko'zlariga to'ymay suyib ketdi. Shu kuni kechda Atxon kelganda, u bu ishni bakmu qo'rqinch ichida so'zlab berdi. Lekin Atxon xotinini xotirjam qilish uchunmi yoki aslida shundoqmi ish qilib, bir xil parvasizlik bilan "Qo'rqma, kaslanchuk degan yavash jonivor odamga chiqilmaydi. Bundaq narsalarning yo'qlab turishi uyga nusrat ilib keladi" dedi. Lekin erining so'zi Suhaybani xotirjam qilolmadi. Shuningdan boshlab uning yuragiga bir xil vahima o'rnab ketgan edi. Mana bugun Suhayba yana yolg'iz qoldi. Atxon bilan Akbar Taifga manganda, amdi oyga chiqqan o'g'li ularning orqasidan bo'ylig'icha taytanglab chiqib agashgan edi. Atxon uni qo'lga ilib suyib qo'yib, 3-4 kunda kelamiz. Anangga obdan amra bo'l ha, o'g'lim, deb chiqib ketgan edi. Bu kecha Suhaybaning zodila uyqusi kelmadi. Necha oy burunqi ashu ish yana ko'z oldiga kelib olib, sur besib ketadi. Yinida pushuldab uxlayotgan o'g'lini
turib qo'yniga solib chin quchoqlab oladi. Suhayba atsi bekmu harg'in, ruhsiz o'rnidan turdi. Tushgacha bo'lgan vaqtni ilang-silang o'tkazdi. Tushlik tamoqdan keyin Elim Shahni sagunchakka silib uxlatib, andin o'zimi azroq aram olmoqchi bo'ldi. Sagunchakka bo'lingan Elim Shah yangi qiliq chiqarib, o'zicha bir narsalarni go'ngrab, texicha uxlamagan edi. Suhayba uni larzan tavritib, uyning to'nlikidan tushib turgan yo'p-yo'ruq nurga qarag'anicha arabcha allay naqshisini g'ingshib o'ltiratdi. Nur uning ko'ziga dastlab oqqush, keyin Hasan Husandek rangdor ko'rindi. Andin xuddi birsi qo'li bilan uni chalg'itgandek tavrinishga, midirlashga boshladi. Suhayba hayron bo'lib ko'zini yo'g'on ochdi va zehnini yig'ib, to'nglikka diqqat bilan qaradi. Suhayba ko'ziga ishonmay qoldi. Chunki to'nglikdan qiypash tushayotgan nur rostilla medirlab, ranglanib, g'alita bir narsaga aylanayotdi. G'alita narsa oxir nurdan ajrilib, o'zining asli qiyofatini ko'rsatdi. U to'nglikdan asta sangilab tushayotgan bir quloch uzunlikdagi zaharlik chor yilon edi. Suhaybaning put qo'lida jon qolmadi. Ko'zi chaniqidan chiqib ketgudek chekchiyib ketdi. Qo'rqish ham vahimadan yuragi to'xtab, badani muzlagandek holga kelib qoldi. Agar u yolg'iz bo'lgan bo'lsa, shu turqida o'ltirib hushidan ketgan bo'ladi. Lekin o'g'li uni esiga keltirdi. Suhayba ajoyib bir ilohiy kuch bilan o'rnidan chachrab turdi va sagunchakdagi bolani yo'lib elib, o'zini ho'ylaga otdi. Uning ho'ylada turib chirqirgan dahshatlik ovozi qo'shni qo'limlarni cho'chitibdi. Bir necha yilon ho'ylaga yugurib kirdi. Bu chog'da yilonmu to'nglikdan sangilab uyga tushib bo'lgan edi. Aradan o'ttira yoshlik bir odam uyga chachrab kirib, yo'g'on tag'ar bilan yilonni bosmadi oldi. Qolganlari tayoq kaltaklar bilan urib yilonni o'ltirib etdi. Lekin Suhaybaning qo'rqinchi texi besiqmagan edi. Ko'z oldida yuz bergan bu dahshatli ko'rinishdan bechora juvon xuddi sovuq kechida yomg'irda qolgan tumuchuqdek g'al-g'al titraydi. Uni bir ayol qo'shnisi uyiga akirib ketdi. U yashangan, tajribalik ayol edi. "Qizim, hargiz qo'rqmang", dedi u Suhaybaning ko'nglini tinchitishga urinib. "Allohning qudrati bilan Yusuf alayhissalom quduq ichidan, Daniyal alayhissalom sher uvusidan qutulib qolgandek, sizmi bu baloyi ofatdan qutulib qoldingiz. Endi hech ish bo'lmaydi. Otxon qaytib kirganda to'nglikka simtor bekitib, tomning arashlarini etivatsa ham ish tugaydi." Lekin Suhaybaning quliqiga bu gaplar kirmaydi. U xuddi ruhi chiqib ketgan odamdek nihoyatda parishon edi. Kichikkina bir shapini anglasa, cho'chib andikib ketadi. Uning hammadan bak ansiraydigani mana shu yurak pari, ko'ngil xushi Ilimshah edi. Suhayba qapoqlari qizarib ishib, kirpiklari purchilib, yuzi oppoq tatirib ketgan edi. Suhayba arqa-arqadan 2 qatim yuz bergan bu mudhish ishni Allohning o'zi bilan o'g'liga qilayotgan bisharati deb bilib, bu uyda turmaslik qaroriga keldi. Atxon qaytib kelsa, darhol uning bilan maslahatlashib, boshqa yerga ko'chishni ko'ngliga pukdi. Lekin qirishqandek Atxondan xabar yo'q edi. 4 kun o'tib ketdi. Amdi Suhaybaning sabr qatsi to'ldi. Kishining uyida turiverish uningga ig'ir keldi. To'satdan uning xiyoliga Qohiraga qaytish fikri kelib qoldi. Suhayba to'y qilib kelgan 2,5 yildan beri ota-onasini ko'rib boqmagan edi. Turibla ota-ona mehri, yurt sevgisi uning qalbini o'rtidi. Suhayba bir kecha o'ylanib, oxiri Qohiraga berish qaroriga keldi. U ona bo'lish sifati bilan yolg'iz o'g'ilni qo'g'dab qilish kerak edi. Ota-onasini yo'qlash va ularning birdan-bir nevrasi bo'lgan Ilimshahni ularga ko'rsatish
uning farzandlik burchi edi. Balkim bu oralıqda Atxon boshqa yerdan yangi uy elib, uni xotirjam qilishi mumkin edi. Ertasi Suhayba bir parcha xat yozib, qo'shnisi orqali Atxonga qoldirdi va bir bo'xcha bilan Yelimshani bag'riga besib, uydan chiqib ketdi. 3. Atxon bilan Akbar Taifdan bir haftada qaytib kirdi. Bo'lg'usi Qudsi Nadir hojim ularni mehmon qildi. Bütün Taifni aylandırıp seyla qildirdi va bu jarayonda to'y vaqtini dastlabki qadamda bekitib qo'ydi. Atxon kenji farzandi Yelimshani bakmu sig'inib kirgan edi. Uning sig'ingan yuragiga o'g'lining tatliq qiliqlari bilan chuchuk tili emas, balki Suhayba yozib qoldirgan xatning ochiq qamchisi tegdi. Bir parcha patlangan kashmir qog'oziga yozilgan xat qisqala edi. Akbar uni dadsiga o'qib berdi. Peqirning egisi hurmatlik murabbimga bo'lgan ishlarni qo'shnilardan anglarla. Mening uyga kirgudak majolim qolmadi. O'g'limizning taqdiridan ansirab qoldim. Oxir silidan beso'ra Qohiraga ketdim. Hammaga Alloh guvoh. Mening bu yerda turgudak va silining qaytib kirishlarini kutgudak taqatim qolmadi. Ojizlarning bundaq aqlsizligini kechirgayla. Men silini Qohirada kutaman. Allah hammamizni salomat qilsin. Atxon xatni anglab bo'lib qo'lidagi choy ichayotgan Canan piyolani g'azab bilan yerga otdi. Yuragimu ashu jarangshib sungan piyoli bilan par bo'lib ketgandek ichib og'ridi. Chunki xat uning yuragiga nashtardek urilgan, yuqorqi yozmishlaridan o'zi hangvaqib, butun vujudi muzlab ketgan edi. Atxon ayolining bundoq bangvash, yengil taklikidan qattiq xafa bo'ldi. Hatto uni vafosiz deb qarab, og'izdan yomon gap chiqarishga qil qoldi. Akbar dadasining bundoq qattiq achchiqlanganligini tunji qitim ko'rayotdi. Demasimu, Atxonning ko'nglidagi necha vaqtdan buyanqi mehribonlik o'rnini amdi kuchli g'azab egillagan edi. Shundoq bir vujudda tangdoshsiz mehr tuyg'usimu, cheksiz qahr qudratimu bo'ladi. Akbar o'zicha muloyiza qilib, bundaq ziyoda ochiqning ostida Suhayba bilan Yelimshani hadis yaxshi ko'rish tuyg'usining yo'shiringanligini bilib yetdi. Darvaqa Suhayba yaxshi ko'rishga arziydigan pok va latofatlik ayol edi. "Dada, nimancha ochiqlansan?" dedi Akbar yerda chechilib yotgan piyola sunuqlarini terib. "Insof bilan o'ylaganda Suhaybadan ranjishga bo'lmaydi. Qo'shnilarning gapini anglamadingmi? Undaq yo'g'on, qo'rqinch yilonni ko'rsa, mazlum haq emas. Mana men degan o'g'il bolaning piyi sirqirmay qolmaydi. Uning ustiga Suhaybaning yurtini, ota-onasini ko'rmaginiga uzoq bo'ldi. Ko'rish imkoniyati turib ko'rmasa vol bo'lmamdi. Bundaq dard biz bilala ketsin dada. Nima uchun mendan beso'roq ketadi?" dedi Atxon yana shu ochiqi bilan chalvaqab. "Bizning kirishimizni kutsa bo'lmamdi." "Kutilmagan gap shu", dedi Akbar Suhaybani oqlab. "Hatto hamma gap ochiq turmamdi. Sen hamisha shirni yengan botir emas, ochiqni yengan botir deyting dada. Bugun bu gap o'z beshingga keldi. Ochiqni besib o'ylab boq." Akbarning gapi ta'sir qildimi yoki so'zlab ochiqi ketdimi? Atxon xuddi so'ram tartib hargan o'kizdek pushida bir netini past qo'yga tushdi. "Xayr", dedi u, oxir o'zini o'zi bezlab. "Salomat bo'lsa mayli-g'u. Salomat bormaydigan ish yo'q, dada", dedi Akbar dadasining ko'nglidagi ansizlikni bilib. "Haramning yenidan mashina kira qilib Jiddaga kirdi. Uningdan keyin Farruxga o'ltirib Qohiraga bordi. Ansirma. Hozirgi qatnash ishlari burunqidek mushkul emas. Dada, osonlashib ketdi. 10-20 kundan keyin sen berib akilib olsang bo'ladi." "Men?" Atxon yana jodini tutgandek gurkirdi. "Men Qohiraga berib qaytirib kelamdiman texi. Undaq ish yo'q. O'zi ketgandan keyin o'zi kelsin. Bo'lmasa ota-onasini emib yotsin. Qani, vaqt kelsin dada, ko'rarmiz."
dedi Akbar va Atxonga qarab miyqida kulib qo'ydi. Ertasi ata-bola ikkalan uyning o'nglashqa tegishlik yerlarini o'ngladi. Cho'nglikka sim tor yepib, aynik jahoz bekitdi. Panjarni cho'ngaytib, deraza o'rnatdi. Tamlarning arqa oldidagi go'chuq arashlarni loy bilan etib, siyliq suvdi. Shuning bilan ular o'zlarimi kechalari xotirjam yotadigan bo'ldi. Bu oraliqda Akbar yana shu do'sti Harisning yordami bilan Jiddadagi do'konini setib, Makkaning Muddao degan Avat bozoridan bir do'konni setib olib, tijoratini Makkaga o'tkazdi. Bir oydan keyin Akbar bilan Gulbahramning to'yi bo'ldi. Qiz Taifdan mushu uyga ko'chirib kelindi. Atxon satrashliq do'konining bir bo'ling'iga 2 tal shalni qo'yib, shu yerda yetib qopti. To'yning bo'ldisi, mehmonning keldi kettisi tugab, birer oy o'tganda Pasar hojim tuyuqsiz Atxonning do'konida paydo bo'lib qoldi. Bu odamning Makka tarafga kelmaganligiga birer yil bo'lib qolgan edi. "Qandoq ustam?" dedi u qizg'in salomlashib. "Salomat turvatamla?" "Xudoga shukri", dedi Atxonmo salomni ilik elib. "Salomat, tuproqning ustida turvataman." Salom soatdan keyin Pasar hojim Suhaybaning Ilim Shahning xabarini yetkizdi. Og'zi og'ziga tegmay ularni maqtadi. Bo'libmi, Ilim Shahning tatliq qiliqlarini, dada deb to'lg'an ovozlarini do'rab, Atxonning yuragiga o't yiqivatdi. Oxirida Suhaybaning bir parcha xati bilan Ilim Shahning yaqinda tortilgan bir parcha ranglik surtini berdi. Xatda "Men sizlarni kutib, ingaklarim tushib qolay" dedi. "Sizli bo'lmaslari bizga Qohiramo ko'ngilsiz tuyuladi ekan" degan yurak so'zlari yozilgan edi. Atxon o'g'lining suratiga qarab qetibla qoldi. Bola shundoq o'moq, sog'lom cho'ng bo'lgan edi. Qara qatdak mo'ldir ko'zlari Atxonga qarab kulib turardi. "Shundoqmi tashlayotgan bormi ustam?" dedi Pasar hojim koyig'andek talaffuzda. "Men xotinlarning qandoq ahvolda ketganligini bildim. Ayol haqningmi ko'nglini tushunmasak bo'lmaydi. Ular har qancha ojiz bo'lsa-mu, lekin farzand uchun eng g'ayyur boturlarga aylana oladi. Suhayba o'g'lini o'ylagan, shunga uning ko'ziga hech nima ko'rinmagan. Sizlar uni kechirmaslar bo'lmaydi. Xudomo ravo ko'rmaydi." Yaqindan beri Atxon ularni ko'proq o'ylaydigan bo'lib qolgan edi. Bo'libmi, qirg'anda topgan kenji o'g'li Ilimsha uning ko'ngil maylini tortib ketayotdi. Suhaybamu pat-pat tushiga kirib, uning ko'ngil aromini buzatdi. Shundoq kunlarning birida Atxon kitob o'qib o'ltirib, Muhammad payg'ambarning mundoq bir so'zini ko'rib qoldi. "Sizlar xotinlaringlarning qishiga beringlar, chunki sizlar ular uchun xuddi o'zlarining kiyim-kechaklariga o'xshash zo'rur. Ularmo sizlar uchun xuddi o'zinglarning kiyim-kechaklaridek zo'rur." Bu aqida shu kundan boshlab sadoqatman bir muxlisni intayin qiyin mushkulotga silib qo'ygan edi. Xotinning orqasidan Qohiraga baray desa, erlik g'ururi, takabburligi yo'l qo'ymaydi. Barmay desa, hijron azobi, sig'inish dardi yurakni o'rtaydi. Mana bugun Pasar hojimning tuyuqsiz paydo bo'lib xat ko'tirib kelishi xuddi Atxonga egiz o'gizidan tushish uchun shota qo'yib bergandek uni qiyin mushkulotdan qutuldirdi. "Qiynotlari Mustafa Suymanmo Silining Qohiraga berib bola chaqa bilan jam bo'lib bir mezgil dam ilib kelishlarini aytdi", dedi Pasar hojim uni texmo qizitib. "Amdi barmislari bo'lmas, ko'nalarmo 40 qo'tan melang bo'lsa-mu, yaxshi xotin bo'lmas bekor" deb to'g'ri aytgan. "Qirg'anda sizlarga asqatadigan yana shu Suhayba." Atxon ortiqcha ikkilanib o'ltirmadi. U hozir Akbardan xotirjam edi. Akbar amdi o'z yo'lini o'zi tepib ma'alaydi. Bu kunlarda o'zimi do'konda yetib qopib turmushda qiynalib-atadi. Shunga Atxon bu yerda tortishqidek hech narsa bo'lmag'achqa Pasar hojimga keskinla javob berdi. "Bo'ludi hojim, Qohiraga borsam baray.
Manga näge barsam bäri bir. Töt tarapym oňşaşla qibla. 8-nji bab tügedi.